Xonanda Shahnoza Otaboyevadan muhabbat haqida yangi qo'shiq. Bora bora nomli tarona vaqt sinovidan o'tgan tuyg'ularning go'zal ifodasi. Yoqimli ovoz, yengil va mayin kuy bilan uyg'unlashgan qo'shiq musiqiy platformalardan joy oldi. Bora bora bo'landim ey shirin shirin so'zingga aldasang ham sevarman jonim jon erkam. Bora bora bo'landim ey shirin shirin so'zingga aldasang ham ishonganday bo'laman erkam. Shahnoza Otaboyeva so'nggi kunlarda anchagina faol. Ijodda yangiliklari bilan muxlislarini xushnud etmoqda. Kel kel deb nomlangan taronaga ishlangan animatsiya shaklidagi klip taqdim etilganiga ham ko'p bo'lmadi. Kel, kel, jonginan bos pichog'ingga, yuragingni zarbini his qilay yana. Kel, 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 iltimos pichog'imga. Kamron va Kumush dueti tomonidan taqdim etilgan Shabada nomli tarona qulog'ingizga chalingan bo'lsa kerak. O'tgan yil yakunida premyera qilingan qo'shiq endi video ketma-ketlik shaklida havola etildi. Yangi tashkil etilgan duetning birinchi taronasi sizga ilk muhabbat xotiralarini yodga solsa ajab emas. Shabada da da shabada da, shabada da da shabada da, shabada da da shabada da, shabada da shabada da. Kelajak bunyodkori medali sohibasi Aysenimxon Yusupova aktrisa sifatida ko'plab yutuqlarga erishib kelmoqda. Aktrisaning muxlislari uning qo'shiq kuylash qobiliyatini ham yaxshi bilishadi. Bir necha kun oldin Aysenimxon o'zining Sevgilim deb nomlangan ilk qo'shig'ini taqdim etdi. Sevgilim, sevgilim, og'riydi dilim yolg'izim, kimga aytay dardim armonim, qayt yonimga. Sevgilim, sensiz nedaman yor sevgilim, bir ko'rishga zo'rman yor sevgilim, sevgilim. Show biznes yangiliklari, qaynoq premyeralar hamda trend taronalar haqida Kimda nima gap sahifasi orqali tanishib boring. Yana ko'rishamiz.